Assalomu alaykum Zafar Umar obunachilari. Mana Xudo xolasa bugungi safarimiz Chakiya bozoriga bo'ldi. Mana jamoatlarimiz bilan Chakiya bozoriga mana yo'lga chiqdik. Xudo xolasa jamoatlarimiz hammasi yaxshimi? Qalay? Alhamdulillah. Mana hozirgalarimiz hammalari. Hozir tog'a mana. Hozir tog'a qayerdan biz? Surxondaryo Dinodan kelgan hozir tog'a mana biz bilan. Yaxshimi? Taassurotlar? Rahmat. Sizlarni yaxshilarmi hozir? Rozimisizlar? Alloh rozi bo'lsin. Mana xayrli akamiz Xudo xolasa kelgan bilan birgalikda yaxshi yuz taassurotlar yaxshimi? Kamchiliklar bo'lmayaptimi? Rozi bo'linglar. Mana Xudo xolasa hammalari Xudo xolasa bugun Chakiya bozoriga. Har kuni sayohatimiz bor. Bir kun ibodat, bir kun sayohat. Xolajon, assalomu alaykum. Taassurotlaringiz qanaqa bo'lyapti? Yaxshimi? Kamchiliklar yo'qmi? Kompaniyamiz qanaqa sharoitlari? Yaxshi, hammasi. E'tibor beryaptimi hammaga? Rahmat, sog' bo'ling. Hojiga, taassurotlaringiz bormi? Gap yo'q. Xursandmisizlar? Gap bo'lishi mumkin emas. Rozimisizlar? Hojina? Sizdan Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum, hojina, yaxshimisiz? Assalom. Ha, ibodatlar charchamayapsizlarmi? Rahmat, sekinasizlar. Taassurotlari yaxshi. Yaxshimi? Ha, Alloh rozi bo'lsin. Ha, sizdan ham rozi. Assalomu alaykum. Samarqand viloyatiga kelgan Naba Samarqand viloyati. Hojini, mazayat yaxshimi? Kamchiliklar bo'lmayaptimi? Bitta zamdan suv kamyapti sizga. Bugun olib beramiz. So'mkalaringizga. Hozir aka, assalomu alaykum. Sog'lik yaxshimi? Ha, rahmat. O'zi yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchlik, zo'rsiz hozir. Kamchiliklar yo'qmi? Yaxshi zo'r, buyog'lar. Ha. Doim kulib bering. Doim kulib bering. Ibodatlar qabul bo'lsin. Rozimiz, ming marta rozimiz. Quvvat bersin sizga, rahmat. Aya, gapingiz bormi? Kompaniyamiz haqida bir yaxshi tilaklar bo'lsa ayting. Yaxshi, zo'r kompaniya, yaxshi olib. Rahmat, Xo'p, rahmat. Sizga rahmat. Hojina, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Qani, ibodatlarni qilib, sayohatlarni qilib yursizlarmi? rahmat. Kompaniyamizda nima kamchilik bor? Kamchilik yo'q, hamma yo'q joy-joyida. Yaxshi, rahmat. Hamkorliklar sog' bo'lsin. Amin, amin. Ilohim omadlarini bersin. Amin. Doim kompaniyalarning, avtomobillaringga odam ko'pgina to'lib kelib ketishi olsin. Xalq xizmatida bilan ko'rsamaylik, xola. Duolar kutinglar, Xudo xolasa sizlar duolar ijobat, Alloh nasib. Opa, assalomu alaykum. Bu xolammi? Xolam videolar sog'inib ketdi ko'nglim. Assalomu alaykum. Yaxshimi xola? Qani, ziyoratlar yaxshi bo'lyaptimi? Kamchiliklar yo'qmi? Здравствуйте. Как? Umri yaxshi? Tojikcha, tojikcha говори. Zo'r, kompaniya zo'r, hamma Taklifini birlasa, Tojikiston birlasa. Hamma kompaniya joyini hajmini Hozir tog'a. Assalomu alaykum, hojilar. Nima bo'lyapti? To'plangan pullar ishlayotgan ketyapsiz, yaxshimisiz? Kompaniya haqida gapiring. Kamchilik yo'qmi kompaniyada? Yaxshi. Yaxshi yuribsizmi? Sog'ligingiz zo'rmi? Sog'-omon bo'ling. Bo'p, hozirda sizchi? Yaxshi yuribsizlarmi? Xo'p. Sizga aytaman. Kamchiliklar yo'q. Zo'ra. Mana Xudoyim mana ko'ryapsizlar, isbot dalillari bilan. Bu reklama emas. Mana hammalarini o'zlaridan mana tilak so'zlarini eshityapsizlar. Bizni kompaniyaga murojaat qilib, pastda telefon nomerlari bo'ladi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kerak bo'lsa bozorigacha avtobuslarda texnika xizmatlarini qildirib beraman. O'zim sayohatlarda hammasiga olib boramiz. Arabistondagini ham, Madina Munavvarada qayerda sayohati bo'lsa, o'zim bir kun sayohat, bir kun ibodat. Kerak bo'lsa Toyib shaharlarigacha olib borib, qayta umralar qildiramiz. Bir jumani Madina Munavvarada, bir jumani Makka Mukarramada Xudo xolasa inshaalloh o'qiymiz. Hamma qo'limizdan kelganki, Xudo xolasa xizmatlarni qilamiz. Pastdagi nomerlarga telefon qilib, joylarlarda bron qilishlarini so'raymiz.